Hello hammangizni assalomu alaykum. Sizlar bilan men Drakon. Ikkisi bugungi videomizda biz Creeper'ni men bilan survival qilamiz. Bunaqa neta turmaydi. Hop, demak videoni boshlaymiz. Shu biratamiz bilan survival qilamiz. Bo'pti, hop. Ketdingmi bu orol? Qaranglar, omad qani. Biroq siz borsizki biz orolga tushdik. Omad qani. Siz borsizki qaytdingmi bu joylarga paydo bo'laveramiz. Ya bunaqa omad hech kimga nasib qilmasin. Voyda, men cho'kib ketyapman, paynemay. Chiqdik. Ya. Birodarim, bitta OBS'ga kirib mikrofon tekshirib ko'ringchi ishlayaptimikan? Ishlayapti. Bo'ldi. Nimaga? Mikrofonni eslatmayman. Bir marta video olibman, bor. O'lgurimcha gapirganman. Bitta videoga bitta kirsam, ovoz yo'q-da. Shunaqa asabim buzilgan. Menda unaqa holat ko'p bo'ladi. Videoni tayyorlab, hamma narsani zo'r qilib, kapkutga kirgandan keyin montaj qilaman, qo'sham olib kirsam, Rahmat. Bitta hunarmandchilik qo'lyapmizda, uni yerga qo'yib turib, ko'ylak ketamiz. Nima. Plus nima yasaymiz deganingizni eshitdim, qo'yganini bilmadim. Men yasasizga zo'ring. Ko'ylagi tekak. Mana men aytdim, unaqa yasab qo'ygan. Nima edi? Mana nima edi? Vestak. Vestak yasaganman. Voyda. Anchadan beri odamlar survival qilmaganimga bo'lib unaqa demang. Internetda tosh davri bo'lyapti. Voyda, azob bor. Tosh davrida internetsiz qanday yashagan ekan? Rostdan qiyin bo'lsa kerak. Eng qizig'i telefon bo'lmagan va Wi-Fi bo'lmagan bularda. Yo'q, buniki. Wi-Fi'si qanday yashagan savol. Rostdan ko'rmayaptimi sizni? Nima ko'rgan? Nima uni yashagan sen u paytda hokimlar ko'p bo'lgan. U paytda hokimlar ko'p bo'lgani uchun tosh davri ham bo'lgan. Hozir hokimlar kamaygan. Voy. Qayerda kutyapmiz? Menga farqi yo'q. Qishloqdamiz yana ketyapmiz. Danay qishloq, ketdik qishloqda yo'q kelishim. Ketdik qishloqqa. Alo. Endi azob ishlardan biridir. Shuning uchun bitta kema yasash kerak. Yasang. Qo'limda ortib yasaymanmi? Ketmas. Yasini qo'yarim. Ko'zini yasarib ket. Qo'y, onang nimaga butun boshda meni orolku, chiqdik. Ana, chiqqanmanmi? Men boshlayman. Eshitdi. Bo'pti, hop. Eshitdi-yo'q. Bo'l mana. Shu paytda ham xalaqit berishadigan menga odamga. O'za qanday go'zalman, meni qanday go'zalman. Dunyo nima qilib bag bo'lib qoldi. Ishlamayapti kompyuterim. Avval ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Men hozir jicha zagruzka bo'lsana, unaqa tushunasizlar. Ovoz qalay bo'lyapti? To'rtga. Birinchi marta Telegramda normal gaplashishim. Nima? Telegramda birinchi marta zo'r gaplashishim bor, ovoz qatib borardi har doim. Men internetda o'ta chiroyli. Bir marta bor, o'rtalar bilan video olganda bor, internet qat ekan. Qayerga keldik?
Masjid bo'larmikan? Orolcha. Yo'q, bo'pti, haq. Tekar ham olmasam bo'ladi. Tekar ham olib o'tgan qo'yaman. Ana mollar, tushib ketibdi ana. Mol bitta bering menga. Bitta usulni olib tiqilib yotibdi-ku, shundaymi? Biz o'rtoqlarimiz. Nima dedi? Biz o'rtoqlarimiz mollari. Unaqa o'rtoqlarimiz xafa qilmaydi. Bolalarni qanday boqamiz? Shuncha mollar Molni o'ldirib. molni o'ldirib boqish. Hayvon bo'ladi bunaqa. Na, onang nima yo'q. Hayvondan tarqalgan. Itdan tarqalgan mol. Ezga ertadan intofat qilgan. Shu versiyada o'tga otchalar topsangiz bo'ladi. Qo'yamiz. Nimachani? Serious. Dalaga orasi. Menga chiqadi. qayerga ketyapsiz? To'rtga. 29 ta go'sht. Bo'pti, menga ham bering. Hey, insofsiz odam mana shunaqa bo'ladi. Birovni haqqini yeyishga uradi deysizmi? Ha? Ana. Ana. Bo'lar ekan. Qarang, menga qarang, to'g'ri degan bor edi. Opa. O'tiring. O'tirib bo'lyapman. Mana bu ham orolchi ekan. Demak, bitta kattaroq orol bor. To'g'ri suzaveramiz xotin izlab. Droring, adduki. Katta orol topamiz. Katta ekan. Dengiz o'rtasida bo'lsa, Tinch okean shet Minecraftda boradigan bo'lsa, o'lguncha boramiz. Qaytib. Ana. Ya bu qumliklar yashaydi. Bu Hind ekan, Hind. O'lsa o'lamiz. Nima bu orolchilar fichilonta, bu nima-yu, normal kursant qilib qo'yibsiz. Qayerga suzib turgan bilaman o'zim. Voyda kompyuter shuncha ham qatiydi. Qo'llarni mana O'sha-da. Aylanadi u ketadi. Xo'sh. Ammo ana xo'ror mod olmoqchi edi, yoding blok. Ha. Ay, yomon ham mazza qilib olardi-da. Siz tarjimani yorib oldingiz ingliz tilidan. O'zbek tili ingliz tilini bilmagan odam bunday yaxshi tarjima qiladi. _001_. Hali. Bilmasam. Ruslar ham bunday yaxshi tarjima qiladi. Ha, ko'rganman, ko'rdim. Chatga qarang. Ko'rdim. Qo'ydi. Biz Harf qanaqa? Ana harf bilaman, bu harflarni tanimayman bu. Biz bolalarni taniyman bu harflar. Kimni bolasi, kimni qizi, kimni harf. 3 ta jinoiy, 3 ta kerak, 3 ta jin kerak. 3 ta? Mana to'g'ridan olasiz. Ha. Maqinta, baqakin. Men qo'ylar nima qilishyapti? Bir xolomlar zapar beshov oldim. Biz bolalarga o'xshaydi. Ana pechga qo'ying, kerak. Menda yotoq uchun kerakli bunaqalar bor. Qo'ying yerga. Kiradi mana qo'ylarni. Baqakin, yotoq bor menda, yotoq. Aka, kelasiz. Ol qorong'i tushyapti, yig'lash yo'q. Keldan keldi. Pechka. Detlina. Pechka mana, oldim ekan. Siz ana yotoq rangi tanlashni bilmaysiz-da, to'rtga chiroyli rang tanlash kerak. Qarang, o'rganing mana. Men ham gullar qilishni bilaman. Kim qaysi bir qiziga gul olib turib, yotoqqa ishlatish to'g'rimi?
Birodarim, Minecraftga yangi o'lim qo'shib beraman siz uchun. Qanaqa o'lgisi kelyapti? Endi o'lishning ham o'z turlari bo'ladi. O'zbekcha o'lish kerak, o'lganga yarasha. Bo'lmasa qo'y topib bering, qo'y tufayli o'ldiraman. Uxti. Men qarab, zo'r narsa kiyib oldim, Qaraydi, maskan 2026 zo'ra. Yep, mana. Mahlu. Siz berman. Xo'sh, biraz. Yep, mana shekar. Mana ajina kimmi? Bu nima qolobajon bu? Nima? Menga bitta kirka bering. Mang. Mang. Ikki. Endi siz toshlik bog'atga kelib ishlatishni tugatu. Kim aytib qo'yibdi, O, ana. Motivatsiyani, davay, motivatsiya endi olamiz, keyin baqa. Yo, hozir ketib qoladi, qo'ying. Ketishgan bo'ldi. Qo'ying. Endi tashveldi, yaxshi. Endi bizga ana qo'y juni kerak. Yana, topganlarim-chi? Ularni qo'ying. Topganlarni qayerga yo'qotdingiz? Va o'g'ri, shuncha narsani olib. O'zi nima bo'ldi? Rost, men qarang, kichkina zombi chiqib boradi, zombi bilan qochaman desam, yo'limni bekitib qo'ygan ekansiz. Qayerga qochishdi? Men oxiri yurib ketdim. Odam men shunchalik insonsiz bo'ladimi? Yo, men yo'lingizni bekitmadim, ana ikkalasini yo'lini bekitdim. Zombilarni. O'sha yerda kim bor? Men bormadim. Endi zombiga o'xshagan ekansiz, bekor o'lsanda. Voyda. Bo'pti, mashita yotam. Qorong'i tushdi. Voy. Bitta it bor. Yana bizga vaqt aytindagi kerak. Creeper. Ketdim, zerikib ketdim, yana bir o'lib kelyapman. Ya, o'lsangiz o'ldiraman. Ma'no qani hozir? Yo'q, men nima? O'lsangiz o'ldiraman. O'lib o'lgan bo'lsam qanday o'laman? Siz yana o'ldiraman. Endi bo'lmar ekan, tosh qachqor o'ynamay kelaylikmi? Layla keldi o'ynaylikmi? Voy onang. Voy qolayni, rozi basman menga tegsa. Men itdimi? Oy. Ya, endi mana ekan qo'pqala neydim kim? Iskelet meni o'ldirmoqchi shekilli. O'ldirmoqchi emas, ana u. Endi niyaz ketibdimi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? O'zlari o'lib meni yetyapti. Ana men birga o'ldim, xafa bo'lmang deb. Birga o'ldim, Toshni o'ldiraman. Nima o'ldi? Yapqana ekan. Hech kerak edi. Men o'lsam, Nimani qildim? Ajoqqa ketdik, o'rnimni. o'rtizammi? Endi arxivga qarab yuraman. Ko'zingizni yumib yuring. Ko'zimni yumsam dunyo o'zgarib ketadi. Ko'zingizni yumib yuravering. Sizga fokus chiroyli qilib qo'yganman sizga. Fokus ko'rsataymi sizga? Alo. Fokus ko'rsataymi? Go'zal qilib qo'yganman. Alo, fokus ko'rsataymi? Fokus. Qarang, hozir hamma o'zi qop-qorong'i qilib beraymi? Nima? Hamma o'zi qop-qorong'i qilib beraymi? Qancha? Qarang, ko'zingizni yuming-da. Ha?
bu qop-qorong, ko'ryapsizmi? Yo'q. Ko'z yumganda ham bu qorong bo'la. Ko'z yumganda ham bu qora bo'la. Bittaga bilmayman buni. Ko'zingizda dedi. Ikkala ko'zingiz yuming. Ikkala ko'zingiz yuming. Bu fokus ishlamadi. Fokus ishlaydi, faqat siz noto'g'ri bajardingiz. Yana o'ldi. Men ham ketdim, o'lib kelaman. O'ldir meni. Ölme. Ne oluyor? Ana bo'lsa. Men gapingizga tupurgan holda o'ldim. Qaytasiz? Siz öldüler ama. Men radio, mana bu ekan. Hechkim yo'q. Öldüler ama. Hiç olmaz. Ne öldürmüyorsun onu? Katil. Kanı o adam. Ya, assalomu alaykum. Choy, poy, shashlik kerak emasmi? Kerak. Ha, magazinda bor-da, ichavering qo'y. Ha, nosga. Shunchalik ham odammi? Bo'pti. Yo'q mana. Qanisiz? Yarim toshon bilan dunyoni ko'rib yuribman. Ortayga yazıp oyna kripleri getirip çıtırla porda gider. Ey, Öldürüyorsun yeniden. Sen öldürür. ey. Voyda. Nima basta endi? Unaqa basta, biza yashaydi. Urib öldürse öler. Türkiye'de bak var. Qaram bo'la hop. Ana. Birinchi marta inglizcha o'ylashim. İngilizce o'ylashim. Bo'pti, hayır, bo'pti. İşim borida bo'pti, ket. Baqaking. Dokunuyor. Hadi haylashvoraman, menga qizig'i yo'q. Bak sen nima. Bo'pti, men video tugataman. Bo'pti, dilmamni qaranglar. Bo'pti, hammangizga xayr, keyingi videogacha. Haykar.